Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchi kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan 6-sinf 3-BSB topshiriqlarini bajarib ko'ramiz. 3-BSB topshiriqlarida nima deyilgan? Bizda mana bu shaklni tayyorlashimiz kerak ekan. Quyida berilgan rasmdagi shaklni hosil qilish uchun algoritm blok sxemasini yarating deyilgan va ikkinchi topshiriqda, birinchi topshiriqda yaratilgan algoritm asosida takrorlash operatorlaridan foydalanib dastur tuzing deyilgan. Natijada yuqorida rasmda shakl paydo bo'lsin deyilgan. Demak, biz blok sxema chizmaymiz. Birdan kompyuterda men faqat bajarishni ko'rsataman, ya'ni Scratch dasturida buni qanday bajarish kerakligini. Biz agar sizda Scratch dasturi o'rnatilgan bo'lsa, kompyuteringizda Scratch dasturini ishga tushirishingiz mumkin yoki Google Chromedan Scratch online deb qidiradigan bo'lsangiz, Scratch Meet Edu saytiga kirib, bu yerdan create tugmachasini bosib, bu yerda ham bajarib ko'rishingiz mumkin. Men hozir Scratch dasturining o'zida bajarib ko'rsatmoqchiman. Demak, xo'p. Scratch dasturi ingliz tilida. Demak, mana bu shaklni tayyorlashimiz kerak ekan. Shaklni tayyorlash uchun birinchi start menyusi bosilganda, xo'p, bizga mana bu kerak emas. Ya'ni spread kerak emas. Bu spread ko'rinmasin. Spreadni hide qo'yamiz. Bu bosilganda spread yo'qoladi. Mana spreadimiz yo'qoladi va bizda mana bu chiziq chizishimiz kerak ekan. Ya'ni ko'rsatilgan, yaqinlashtirib ko'rsataman. Oldinga pin degan mana bu yerdan blok qo'shish tugmachasini bosamiz va pinni qo'shib olamiz. Mana pin qo'shildi. Bu yerdan pin down tugmachasini bosamiz va 100 qadam oldinga bajarib ko'ramiz. Mana 100 qadam oldinga bosadigan bo'lsa, mana 100 qadam oldinga bizga chiziq chizib berdi. Endi bizda 100 qadam oldinga chizgandan keyin ma'lum gradusga burilish kerak ekan. Necha gradusga burilishini qanday topamiz? Bu 5 ta burchak bo'lganligi uchun 5 ta burchak va bizda butun aylanani bilamizki, gradusi 360 gradus bo'ladi va 360 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, 360 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 72 gradusdan tushadi. Ya'ni har 100 qadam yurgandan so'ng 72 gradusga burilishi kerak ekan. Bu yerga mana turn 10 ga burilishni tanlaymiz. Bu yerga 72 deb yozaman. Va buni 5 marta takrorlashimiz kerak ekan. Shuning uchun takrorlash algoritmidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda kontrol bo'limidan repeat 10 marta emas, bizga 5 marta takrorlasin. Mana 5 marta. Hop, demak 5 marta takrorlasin. Pindan hozir mana bu tugmani ers aldi bosib o'chirib olaman va bajarib ko'rsat. Mana bizda demak birinchi shaklni tayyorlab oldik. Birinchi shaklni tayyorlab olganimizdan so'ng ko'ramiz, bu yerda ranglar almashgan. Ya'ni ranglar har chiziq chizganda ranglar har xil ko'rinishda almashgan. Buning uchun change pinni orasiga qo'shib olamiz va color 10 ga almashsin doimiy. Mana endi bosadigan bo'lsak, mana ranglar almashdi. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisida biz bundan 3 ta chizishimiz kerak ekan. 3 ta chizishimiz uchun xo'p, buni spreadni tozalab olaman va mana bu chiziq kichikroq bo'lsin, chizganimiz 50 qilib qo'yaman. Demak, mana bu ham bizga 3 marta takrorlanishi kerak ekan. Buning uchun takrorlash algoritmidan takrorlasin 3 marta. Demak, 3 marta. Endi chizadigan bo'lsak, bizga 3 marta takrorladi, lekin har takrorlaganda ustma-ust chizdi. Biz 1 marta takrorlagandan keyin ma'lum gradusga burilish kerak ekan. Buning uchun bu yerda 3 ta burilish bo'ladi. Bitta chizib bo'lgandan keyin ma'lum bir burilish kerak. Bu qanchaga burilish kerak? 3 ta bo'lganligi uchun 360 gradusni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni 120 gradusga bizga burilish kerak. Mana burilish 15 ni 120 gradus qilamiz va
chizib ko'radigan bo'lsak, mana bizniki tayyor spreytimiz mana chizib bo'ldi. Buni hozir o'rtaroq show ko'rsatsin bizga. Hop, box show. Spreytimizni o'rtaroqqa olib qo'yaylik. Keyin Ersal tozalasin. Endi chizib ko'radigan bo'lsak, mana biz darslikda berilgan shaklni tayyorladik. Demak, biz birinchi va ikkinchi topshiriqni bajarib bo'ldik. Keyingi topshiriqda esa ushbu skript qanday shakl chizadi deyilgan va buning blok sxemasini ham tayyorlashimiz kerak ekan. Buni o'zimiz Scratch dasturida bajarib ko'ramiz. Buni saqlab qo'yaman men. Buni Dev kompyuterga, hop, downloads bo'limiga 6-sinf 6-sinf birinchi, ikkinchi topshiriq. Birinchi, ikkinchi topshiriq deb saqlab qo'ydim. Buni Telegram kanalimga albatta sizlarga tashlab beraman. Keyin endi biz bajaradigan ishimiz mana buni ko'rishimiz kerak ekan. Demak, buni birma-bir yozib chiqamiz. Ya'ni RCL tozalasin, pin down chizsin, hop, color rangini o'zgartirsin, rangini qanday rangga? Qizil rangga. Mana qizil rangga o'zgartirsin, takrorlasin 7 marta debdi. 7 marta takrorlasin. Hop, change rangini o'zgartirsin. Har takrorlaganda 20 ga. Hop, va gradusga burilsin. 69 gradusga burilishi kerak ekan, mana 69 gradusga burilsin va takrorlasin 5 marta. 100 qadam yursin deyilgan, mana 100 yozamiz va rangini yana o'zgartirsin. Rangini mana bu change o'zgartirsin. Hop, color 25, ya'ni rangining darajasiga 25 qo'shadi. Va gradus priz 20 gradus. 20 gradus. 3 burchak menimcha bu 7 ta burchakli 3 burchak chizadi. Mana 7 ta 3 burchak chizib berdi bizaga. Buni blok sxemasini albatta o'zingiz bajarib ko'rasiz. Xo'p, demak buni tozalab tashlayman yana. Demak, keyingisida bizga topshiriq berilgan. Bu topshiriqda hop, show ko'rsat va tozalab tashlaymiz. Demak, quyidagi shaklda chizuvchi prosedurali dastur tuzishimiz kerak ekan. Bu dasturda mana bunaqa dastur tuzish kerak ekan. Menimcha buning burchaklari 18 ta. Shu sababli buni 18 burchak bo'lganligi sababli men hozir boshlayman. Hop, chizsin. Qalam RCL hammasini tozalasin. Chizib boshlasin. Hop. Chizib boshlagandan so'ng takrorlasin 18 marta. 18 marta takrorlasin. Yana bir burchaklar sanab chiqasiz. Men 18 burchakli tayyorlamoqchiman. 18 burchak va hop, 18 burchak tayyorlagandan so'ng bu yerda biz nima ish bajaramiz? 4 burchak chizgandan so'ng ma'lum gradusga burilishi kerak ekan. Ya'ni 4 burchakning burchaklari 90 gradusdan bo'ladi. Biz bu yerda rangini o'zgartirish tanlaymiz. Pindan har chizganda rangini o'zgartirsin. Change color P va demak, yana bitta takrorlash chizishimiz kerak ekan. Bu 4 burchak bo'lgani uchun 4 marta takrorlasin. Change color B. Hop. Har bir 4 marta chizgandan so'ng to'rt marta 100 qadam oldinga yurib chizsin. Mana 100 qadam oldinga yurib chizsin. Har chizganda 92 gradusdan burilsin deylik. 92 gradus deydigan bo'lsak, 90 gradus bo'ladigan bo'lsak, to'rtburchak chizib qoladi. Mana to'rtburchak chizaylik. 90 gradus deylik. Mana 18 marta bizga to'rtburchak chizib berdi. Endi biza 90 emas, shuni hop 36 ni 18 ga bo'ladigan bo'lsak, 360 gradusni 18 ga bo'ladigan bo'lsak, bizaga 90 110
bo'ladimi? 20 ga bo'lsak, xo'sh, 360 gradusda 18 bo'lar ekan. 90 ga 18 ni qo'shadigan bo'lsak, 108. 108. Adashmasam, mana 108. Yo'q. 94 menimcha chizadi. 96 qilib ko'raylik shuni. Xo'p, demak 96. Xo'p, bu yerda biz spreadni yo'qotishimiz kerak. Lux bo'limidan headni qo'yamiz mana yerga. Mana bu yerga. Mana bizni 96 emas, 92 qilaylik shuni. Xo'p. Ko'payib ketdi. 92 da 93, 95 qilsakchi. 95 ham 96 qiladigan bo'lsak, bizga demak normal tayyorlab beradi mana. Mana bizni bu yerda ko'rsatilgan shaklni chizdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta siz ham bajarib ko'ring. Bu yerda bajarilgan tayyor ishlarni men Telegram kanalimga tashlab boraman. Bu yerda Telegram kanalimga a'zo bo'ling, videoga like bosing. Xayr, sog' bo'ling.